O'zbekistonlik o'smirlar 2 kishi kam bo'lib, Saudiyani yer tishlatdi va chempionlikni qo'lga kiritdi. Bugun 20-aprel kuni Saudiya Arabistonida o'tkazilgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi finali bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi mezbon saudiyalik tengqurlarini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvning birinchi taymi 40-daqiqasida Sarsenbayev va 45-daqiqada Abdukarimovga qizil kartochka ko'rsatildi. 2 kishi kam bo'lib qolgan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi o'zini yo'qotib qo'ymadi. 50-daqiqada Muhammad Hakimov O'zbekistonni oldinga olib chiqdi. 70-daqiqada Sadriddin Hasanov oradagi farqni 2 ga oshirdi. O'yin yakuniga qadar o'zbekistonlik darvozabon Rustamjonov bir qancha seyflarni amalga oshirib, jamoasini goldan qutqardi. Shu tariqa Islom Ismoilov qo'l ostidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi chempioniga aylandi va katta tarix yaratdi. Ko'rdik, lekin 3-chi va 3-raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Do'stlar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana, Demak, Hakimov nazarda tutilgan. ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz lekin. O'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'yapti. Ha. Aynan ongli ravishda. Urgan Saudiya, Hasanov Zo'r, o'tdi. o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash! Hasanov! Mana Hasanov bizda Qanday o'ynash kerak futbolni? Ha, do'stlar! 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov, Husanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi.